Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Va nihoyat mana shu ishimiz bitdi. Bu ishlarimiz Akfa Alumin G306 mijozlar tilida mokri asfalt degan rangidan bo'ldi. Oynalari birlik kalyonli oq oyna. Ichkaridan уже mebellar terishni boshlashdi. Bu joyimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga, Chashma degan joyga qilib berdik. Jami 9 ta oraliq, 2 ta eshik, bitta o xolodilnikka eshik qilib berganmiz ichkariga. Bu joyimiz oziq-ovqat magazin bo'ladi inshaalloh. Ochilib yopilishlari go'zal. Ustunlarni ham temir ustunlarni alkofon bilan to'sib o'tib ketganmiz. Bu eshigimizni ochib yopamiz ekan hozir, kabel bor ekan. Qassobimizni xolodilnigi. Go'zal. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar.